Assalomu alaykum. Bizning hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, navbatdagi oshxona mebel jihozimizni uстановка jarayonini tugatib bo'ldik. High-tech fasonda ishimizni uстановка qilib tugatib bo'ldik. Bu ishimiz общий metr joyiga 6 metr joyga joylashgan ishimiz bo'ldi. Bu tomonda eshikdan kirganda xolodilnik joylashadigan bo'lgan. Xolodilnik tepalari ham полный shkaf holatda bo'ldi. İçki ko'rinishlari poni polkalarigacha qo'yilgan hammasida. Eshik chekalari rezinovый kilomka davomida. Kafellarni ham Osiyo kafellaridan qo'yib berganmiz. Salsisamiz turli qalin salsisa Rossiyasidan qo'yib berdik. Bu joyiga gazlar tushadi, tepasiga bichkalarni uстановка qilib o'rnatib qo'yganmiz. Bu chekada nabor doimiy bo'ladi. O'kamizni noodatiy yaxshisidan qo'yganmiz. Bu komplekti hamma yo'g'i bilan qo'yilgan. Suvsitini ham toshli yaxshisidan qo'yib ishlatganmiz. Bu tomonda bandiz stoykasi joylashgan. Taylarida ponni yana keng holatda ishlangan joylar. O'kamizni past qismida cheledoni ham qo'shilgan. Bandiz stoyka orqalari oynali bo'lib, chiroyli holatda joylashtirib berdik. Bu ishimiz общий joyi 6 metr joyda egalladi, burchaklari bilan. Bu ishimizni kimga yoqqan bo'lsa 1 metr pagonometrga 3.500.000 so'mdan tayyorlab, uстановkalar ichida qilib, dastavkalar bilan qilib beryapmiz. Telefon nomerlarimizni shu video ostiga yozib qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar.